Real Madrid va Real Sociedad o'yini oldidan Carlo Ancelottining so'nggi matbuot anjumani. Men xafa emasman, baxtli holda ketyapman. Bu yerda qilgan barcha ishlarimizdan baxtliman, minnatdorman. Bu ajoyib davr bo'ldi. Klub va prezident bilan hech qachon muammolarim bo'lmagan, hamma narsa kelishilgan edi. Hammasi yaxshi. Florentino Perez birinchi kundan to oxirgi kungacha meni qo'llab-quvvatladi. Ertaga juda hissiyotli kun bo'ladi. Agar yig'lasam ko'z yoshlarimni yashirmayman. Bu kunni Luka bilan baham ko'raman. Afsona, fantastik o'yinchi. Luka bilan xayrlashuv ajoyib bo'ladi. Xabiga barcha yaxshiliklarni tilayman. Unda bu jamoani boshqarish uchun zarur bo'lgan sifatlar bor va umid qilamanki, bu unga yoqadi. Realdagi eng yaxshi o'yin. Aytish juda qiyin. Biz barchamiz PSG, Chelsea va Cityga qarshi remontadalarni eslaymiz. Buni unutib bo'lmaydi. Mening Real bilan asal oyim abadiy davom etadi. Bu mening hayotimdagi klub.